Hammaga assalomu alaykum. Bugun 12-may 2026-yil soat 8:30. Men Qoraqiyasoy sharshirasiga yo'l oldim. Qoraqiyasoy sharshirasidan Qizilsuv sharshirasiga o'tib ketmoqchiman. Ko'ramiz qanchalik bu iloji bor yoki yo'q. Hali aniq bilmayman. Hozircha rejam shunaqa. Orom sanatoriyasidan yo'lni boshladim. Yog'iga yurib ketyapman. Orom sanatoriyasidan yog'iga ham tekis asfalt yo'l bor ekan. Taksistim kirgisi kelmadi, yog'iga uzoq bo'lib ketadi dedi. Endi piyoda yura qolaman dedim. 2 kilometr Oromdan taxminan 2,5 kilometr yo'l bor ekan yana. Sharsharaga taxminan 2 kilometrcha qoldi. Yaxshi tempda yurib ketyapman. Umuman to'xtaganim yo'q hali boshlaganimdan beri. Soat 9:25. Bitta to'xtalish bo'ldi, u ham postda. Bu yerga kirishdi. 20 ming so'm to'lovi bor ekan. Men buni oldin bilmasdim. Hop, o'shanga to'lov qilib kirdim. Lekin tempim yaxshi. Soat 10 gacha Sharshiragacha yetib olaman deb o'ylayapman. Shunaqa qilishim kerak. 10 gacha yetib olishim kerak o'zi. Yo'l davomida shunaqa kichkinaroq sharsharalar ham uchrayapti. Ko'rishinglar mumkin. Sho'milsa bo'lar ekan bu yoqda. Mana bu yo'limiz. Hozircha umuman qiyin yo'llarga duch kelmadim. Suvdan ham o'tganim yo'q. Suvga ham ko'priklar qo'yib qo'yishgan, o'tadigan joyi, suvdan o'tadigan joyi ko'priklar qo'yib qo'yishgan. Shunga yo'l oson hozircha. Bu yoqdagi panoramaga вообще gap yo'q. Mana qir bilan mana shu tog'ning orqasida vodiy yo'l bor o'tadigan. O'sha yerdan o'tib ketishim kerak taxminim bo'yicha. Mana bu manzaraga o'zingizlar bitta baho beringlar, ta'riflashga til ojiz. Qaranglar. Wow. Просто gap bo'lishi mumkin emas. Qoraqiyasoy sharshirasiga yetib keldim. 1 soat vaqt yutqizyapman. Soat hozir 11. Nega unaqa 1 soat kech qolyapman desam, keyingi sharsharaga ham bitta borib ko'p. Shuning uchun hozir yana orqaga qaytib, Qoraqiyasoy sharshirasini oldiga keldim. Manzaralar dahshat, lekin ketish kerak. Vaqtimiz. Hozir orqaga qaytib tushishga qaror qildim. Sababi bu yoqda umuman yo'l yo'q. Umuman yo'l yo'q. Judayam qalin o'rmonzor
allergiya beradigan gullar allergiya berib tashadi. Yomg'ir yog'yapti. Eng yomoni u yoqda to'ng'izlarni makoni ekan. Judayam ko'p ini, qoldirib ketgan izlari judayam ko'p. Ovozini ham eshitdim. Shiqib qilib daraxtlarning oldidan o'tib ketdi. Shuning uchun orqaga qaytishga qaror qildim. Soat ham 1 bo'lib qoldi уже. Ulgurmasam ham kerak deb o'yladim-da. Balki men yoqdan bitta yo'l ko'raman, balki pastdan yo'l bordir. Lekin yomg'ir yog'ishi mumkin. Ulgurmasam kerak. Manzaraga gap yo'q. Hozir yana Qoraqiyasoy sharchavasiga qaytib keldim. Vaqtim ozgina ko'proq qolib ketayotgani uchun cho'milishga qaror qildim. Hozir cho'milib ko'ramiz. Suv shunaqangi muzlaygan, lekin havo ham muzlaydi yetmaganiga. Quyosh taxminan 5 minutga chiqdi. Yo'masa bulutlar orasiga yana kirib ketyapti. Hop. Orqaga qaytyapman. Qizil suvga o'ta olmadim. Ozgina cho'mildim. Endi qurina olmayapman, chunki quyosh yo'q. Lekin mana manzaraga gap yo'q. G'azalshkentga tushib oldim. Endi elektrikchiga chiqib olish kerak.